Xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik tadbiri doirasida navbatdagi tezkor reydlarda giyohvand moddalar aylanmasiga chek qo'yildi. Hozirgi lavhamizda holatlar yuzasidan batafsil so'z boradi. Kuzatuv ostidagi mashinani qisib ushlaylik yo'lni. Kiring. Oldi. O'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari, shuningdek Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda Yunusobod tumanida tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Avvalroq internet ijtimoiy tarmoqlarida narkoshop omborchisi sifatida faoliyat yuritgan Xalqaro politsiya assotsiatsiyasida ishlovchi shaxs narkojinoiy harakatlar davomida qo'lga olinib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani bo'yicha xabar bergan edik. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilayotgan tezkor tadbirlar natijasida kuni kecha Toshkent shahridagi mehmonxonalarning birida sport zaldagi javondan hozirda qamoq jazo chorasini o'tayotgan narkoshop omborchisiga tegishli 325 dona flakonlarga qadoqlangan og'irligi 4 kilogramm 800 gramm bo'lgan gashish moyi giyohvandlik vositalari aniqlanib rasmiylashtirib olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida 75 ming dozaga teng bo'lgan jami 15 kilogramm gashish moyi va opiy giyohvandlik vositalari iste'moldan olib qo'yildi. Keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida keyingi manzilda Farg'ona viloyat Dang'ara tumanida narko savdogarlar qo'lga olindi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlar natijasida muqaddam 2 marotaba Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan sudlangan 1969-yilda tug'ilgan yirik narko savdogar jinoiy harakatlarga o'zining turmush o'rtog'i va jiyanini ham sherik qilgan. Farg'ona viloyatidagi yirik narko savdogar turmush o'rtog'i hamda jiyani bilan birgalikda Lacetti avtomashinasining lyuk qismiga 810 gramm gashish giyohvandlik vositasini yashirgan holda Toshkent viloyatiga sotish maqsadida olib ketayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilar tomonidan Dang'ara tumani hududida qo'lga olinib, ashyoviy dalillar tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy harakatni sodir etgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.